Assalamu alaykum Zumrat xanım, qanday ahvolingіз, yaxshimi? Avval sizga bir ko'ngil so'zimni aytqim keldi. Siz har zaman to'g'ri yuzda menga o'xshash chorasiz qolgan, aldamchilik uchrab ketgan, qo'yimchilik uchrab ketganligining keyinda turib kelyapsiz. Ularni ham rag'batlantirib, o'zining haqqini qo'g'dashda ajoyib cho'ng kuch chiqaryapsiz. Allah sizden razı olsun. Allah'tan sizge bundan keyin hem texim zor güç kuvvet. Sağlamlık tileymen Allah'tan. Maksat gelsem 2017'de 7. ayının 5. günü biz Mısır'da bütün Uygurlarınki şaraiti intayin načar vakitte biz hatta ki koçulardan yürünmeydik. Ben şu günüsü bir narsa almakçı bulup sırtqa çıqqandım. Mescid Musa deganning aldığı kelsem, şu Uygurlarni bir aq maşını to'xtatib qo'yib Uygurlarni şu bir Raqbizxon bor yerda. Şu yerdan chiqqan bolalarni ham masjidga kirgan chiqqan bolalarni shundoq tutib shu mashinaga besib shunaqa qo'yibdi. Shuni bilan men darhol keynimga yenib, uyga yenib kirdim. Biz bir yoq ketishninki planini tuzdik. O'chaqda yenimda Merdan degan bola botdi. O bol dediki, mening yenimda pul yo'q de acha, men qanaqa qilaman dedi o bola. Shuni bilan o vaqt mening yenimda pul bor bo'lgandan o bolaga bilet aldım. Billa Turkiyaga ketayli dedim. Tashlab qo'yg'im kelmadi. Şu işlerini maslahatlashib tursak, Aysajon degan bola telefon qilibdi. Bu Aysajon asli men tonimaydim. Reyhongul deb bir qarindishimiz bor. Aqsu, Qartalliq. Şu qarindishimiz bilan bir jutliqqa, şu qarindishimizning uyida ko'rib bir salomlashqandik. O bola telefon qilibdi-ki menga, men qanday qilaman, mening yenimda pul yo'q deya acha. Men bir yerda qolib qolsam, meni shu Xitoy tutib akitadi, menga bir yordam qiling. Yeningizda pul bo'lsa, men Turkiyaga borgan vaqtda ishlab tepib qaytarman deb ashuna dedi. Buludan da olsa ukam, bu pulni cho'qim qaytaring hamsa deb. Shu vaqtning o'zida masal ishonchim yo'qdi-da bu bolaga. Ammo o vaqtda Uyg'urlarningki ahvoli intayin nachar bo'lgandikin, hatto ashada Xitoy saqchilari o'z qo'li bilan tutib akitayotgandikin, buni anglab turgandikin yurak chidamaydi-ki. Şunu bilan biletini elib Turkiyaga keldik. Hatta bir qarindishimizning uyiga tushdik. O qarindishimni men zaten tonimaydim. Shu biz yo'lda kelayotgan vaqtda bizga gap qildiganlar javob ketdi. Ish qilib Uyg'urligimizni bilsam, Facebookda bo'lamdi, qo'shib gap qilib shunday qildi. Sizlar yo'ldami dedi. Ha dedim. Sizlar qancha kishi dedi. Biz 4 kishi dedim. Qizim, men, Merdan, Aysajon. Şunu bilan voy udul bizning oy kelinglar, bizning oy paloniyada deb berdi, shu yerga bordik. Hatto shu Aysajonni, Merdonni shu o'zim tushgan uyga birga olib bordim. 2-3 kun u yerda turgan bo'ldik. Undan keyin Merdanmi ishlamasam bo'lmaydi deb chiqib ketdi. Bu Aysajon degan bolam chiqib ketdi. O Merdan tirishib degandek ishlab qarz olib degandek o pulni qaytardi. Bu Turkiyaning ahvoli intayin iqtisodiyotda behnacharga hammamiz bilamiz. Anadaki men Aysajonga telefon qildim. Ukam pulni bersangiz bo'pti-ki deb ashta desam. Men o pulni topganda beraman, hozir yenimda pul yo'q dedi. Keyin telefon qilsam o pulni bermayman dedi. Undan keyin hali uzun mezgil o'tdi. Qizim telefon qildi. Biz iqtisoddan qiynalgandikan qizim telefon qildi. Şu Aysajonga pulni qaytarib bering desa, bermayman deb, aniqlam debdi. Bermayman o pulni, ustozlar to'labdi deb. Aslida biz shu Turkiyaga kelib 2-kuni sizlar bugun keldik, sizlar Zaytunburunda telefon do'koni ochgan, shu o yoq bu yoqqa bilet deb beradigan Ershad degan bir bola bor ekan. Şu bala epbergen bizge o biletni, şu Türkiye'de turup, o balını men şu Riyangul arkalık tonuyttum.
Şu bala arqalıq biletini ağantık. Şu balının qaşığı berip pulunu töldük. Naq meydanda aşmerden baba, Aysacan baba pulunu töldük. Olmasa şu keyin boğan ahval şu. Şu qaytırmayman degan bilan qaytırmadı bu bala. Ma bir haftaning oldida anglasam, bu bala Avstriyadagi. Men o'yladim ki, endi Avstriyada bo'lgandan ancha tasmi kelmaydi, $560 pulni to'lab etmek. Men bir ayol kishi bo'lgandan keyin qizim bilan men qizimni o'qitaman deb chiqib ekanman, hammani biladi zaten. Deb o'ylab o'tirib, o balaga shada bir tunishimizniki Avstriyada bir aksi bor ekan. Shu tunish balaning aksini qo'ydim men. Akanızga dep baksanız optika ukam şu Eysa Cemil bir görüşüp baksın. Menin muşunda pulum var desem bunu dep görüşüp diken. Ya o pulunu bermeydiğanın ki ifadesini beripti. Şunun bilan ben amalsız sizge gap qatdime Zümrüt Hanım. Endi men neçe vaqtdan o'ylagandim bu Uyg'urlarni buncha chavabsini chitqiyib qilmayli. İnşallah bir pul tapsı bere. Mening biz bir aciz ayollarımni bilgendikin hem kızım bilan ikimiz yolg'iz deb o'tirib shuna o'ylab bo'pti degandim. Hozir ham Avstriyada bo'lgandikin bu mening haqqim $560. Hem shu vaqtning o'zida deb benim men Türkiye'ye borgan cho'qim qaytiring ukam, men qiynalib qolaman desam ma'qul degan. Ma'qul deb labz bergan menga. Mening bek hayron qolganim hamdi. Bu bala hem Azharda o'qigan, din ders olgan, turuqliq mushundaq tenib olsa bek hayron qoldim. Hamda bu o'qigan balalarimiz bunday bo'lsa nima degulik hamdi buning oxiriga. Şuna Zümrüt Hanım yana şu bizning şu işimizga bir ega chiqib, şu işimizni bir hal qilib berishingizni sizdan o'tinaman. Arada bir gepim chala qapti ras. Şu Zeytinburnuga şu biletning pulini to'lagili kirgan vaqtda to'lab chiqdik. Anandan keyin bu Aysa deganninki bir ikki og'aynisi bor ekan. O Aysani mehmon qilmoqchi ekan. Şu Aysaning biletini biz elib akagandan keyin balkim xabar va o'xshaydi ekan. Bizni menimi tamoqqa taklif qildi. Mardan men ikkimizni tamoqqa taklif qilganda shuni men xo'sh deb unumisam zo'rlab turib oldi dedi. Voy manslar deb şu oshxona oldiga kelib. Shundan keyin oshxona kirib o'tirib tamoq yedik. Tamoq yeyotqach şu bir ağaynısının ismi Tahir ki hazırqadek esimde Aqseriq bal ekan. Toq yana bir balning chiroyim esimde yo'q, ismim esimde yo'q. Şun o bal dedi ki, "Siz hozir şu Ershad Qosh biletning pulini berib chiqlama" deb boshladi dedi. Endi keyin ha desam, "Nimishqa berlar o pulni sizlar bermisizlar bo'ldi" dedi-da. Ukam qanday gap o? Men dedim, "Ukam qanday gap o? O pulni men shu nima? Şu ben Misrdagi vaqtda şu mush Ershadqa o'z og'zim bilan biz hozir pul sepiramaymiz, ukam bizning durumimiz bek nachar. Sizlar bilasizlar balkim men pulni Turkiyaga borgan chaqda bersam bo'lamdi desam, "Voy bo'ladi" deb shunday dedi. Şuna bilan Ershad biletni apadi Turkiyaga keldik. Endi men shu yerda turib qilgan savdo bo'lgandan keyin u men labz qilgandan keyin berishim kerak. U haqning haqqi u haq menga yonchuqdan pul chiqarib apramtimi o biletni deb boshladim. Ustozlar berib etgan o pulni deydi. Ustozlar kimga berib o'tdi ukam o pulni? Ustozlar bersa men bilan hech aloqasi yo'q. Men Ershad bilan deyishdim, pulni men Ershadga berdim. Shu biletni men buyurtgan Ershadga şu qayda shunday bo'ldi, asli qo'l tunuydi. Ammo Turkiya kelib olib ustozlar berdi deb o'tasam qamlashmas desam, heli Tahir degan bal nima dedi? O'qigan balamish da o bek taqvo. Sizning yonchuqlarda pul chiqga hamsa dedi yosh bola. Bek hayron qoldim bu gapni anglab. Biz shu kun islom Qohiradan ayrilayli deb o'yladik-ku. Chunki holimiz intayin xatarlikda. O'ylar kirib mushta bostirib tutayotgandan keyin shu kunlarda shu kichik ashak o'qig'i chiqqan bechara qizlar ishikdan chiqolmay saqchilar ishikka kelgan bo'lsa, Xitoy saqchilari, arab saqchilari kelgan bo'lsa, darizdan hatto 2-qavatdan 3-qavatdan shu pastga sakrab shunday qochgan qizlar bor.
Qizlarning pullari, bu gapnim degim kelib qoldi. Pullari tutgan, hamda o'zi tutishliq bir uy tutib o'ltirgan qizlarning aşı näs kerakleri şu betimlam qap qoldi-da. Şuna bilan bizmi mush kechalam ayrilayli deb o'yladik o Qahiradan. Şu men tamoq etgan qarixamda Arab bir bolavatdi. Mening uyim yezda aşaga akitayman sizlarni. Bir necha kun aşada top turinglar. Agar yaxshilanish bo'lib qolsa yenib kelasizlar. Agar yaxshilanish bo'lmay qolib qolsa, o'zinglar planlagandek boshqa yoqqa ketasizlar dedi. Şoň bizga ma'qul xoş yoqdi. O Arabning uyi Baltin degan yezdiki. Şu Baltinga bordik. Baltinga borsak, o Aysa uyada yo'q ammo Aysa bilan Iskandariyada ko'rishmoqchi. Biz Iskandariya aeroportining biletini olgan. Şuna bilan o Baltin degan yerga bordik. Berib şu kaynimizdan 8 saqchi kiribdi. 8 saqchi kirib bulamkin mening qizimning ismini chaqirib Mahira degan kim unda boshda dedi. Hayron qoldim, bu qanday qilib bular qizimning ismini bilgan deb shunday qo'rqib ketdim. Şuna pasportlarimizni chiqib ketdi. Chiqib ketib 2 soatdan keyin berdi pasportni. Uyning egasining xali yuzi va boy odam ekan. Şu adam gap qilib yurib bular ayol kishi tutsa nima ish qilmoq qilsizlar degandek gaplarni qilib şuna bilan o pasportlarimizni berdi. Men dedimki bu yerda turmayli, bu yerda tursak uy egasiga xatar gap qolg'adak deb o'ylab u yerdami turamay shu 2 soatdan keyin pasportimizni qo'limizga oldiqlam yana mangduq biz Iskandariyaga qarab mangduq. Shu Iskandariyaga borsam bu Aysa mashhadi borki. Shuningla aeroportning ichiga kirdik. Birinchi qavatga kirib, anandan keyin ikkinchi qavatga chiqdi ekanmiz. Shu ikkinchi qavatda tekshirishdan o'tdi ekanmiz-da. Ikkinchi qavatga chiqqan vaqt qarsam, yo'q bu Aysa. Şuna bilan yaqinda bu bola bu aeroplan vaqtini bildi to'shib, nima vaqti to'shib qoldi dedim-da, atrofim qarsam hech narsa yo'q. Bu bolani tutib ketganmi deb ansirab ketibdim ataxi. Şuna bilan men ikkinchi qavatga chiqishimga shu kunisi tutib olgan Mahmud Hojim degan kishi yetibdi o'rindiqda. Meni ko'riblam sharatli chiqib keting deganni qilib. Şuna bilan Şunu aşta dep dostuma yana aldığı badimde o adamınki. Basam o adam kapılap gitti. Sizin çıktınsam yen kevatsız o ayal kişiken siz yanınızda küçük kızınız varken onda kılmang. Muş ettigen kozgulup olgan aeroplanı toxtutup kördünüz mü? O yetti bala ne meni aş aeroplandan düşürüp aldı. Dep aşta dedi. Yada turup gittim. Könglim yerim oldu. Şuna olay. Kızımga qarab müştə deydi, balam qana qılmızsan. Apa əmdə bir Allahqa təvəkkül qılıb bir yerə kəpdimiz. Teşiği çıxsaqmı bizni o nim qılmaydı ki, yetcək manğuzmaydı tutub alıdı. Ma nimek aydırımның içi kiripmada qılanmağan bilə hazır ma o hər millət boğandı kim bir yerdə. Biz teşiği çıxsaqlan bizim Xitayğa tutub berdi dedi də. Şu qana qılmız balam desem qızım Gülcək Rabitqiyimdiki numarasını tepibdi o yerdə. Şuna olan Gülcək Rabitqiyim bilən paranlaşdı. Gülcək Rabitqiyim dedi ki, siz kiçik dahi yaşınız 15 gün kirmepti. Eğer cende aşındaq sizge bir xatar etdiği iş yok qalsa, mening muş numaramni kökütüp lam aydırımның içinde vaqırap jaqırap qalan. Men muş kişi bilan görüşmeden sizni yaşınız 18'e toşmağandan tutuş haqqı yo'q deb başına dedi. Hadep şuna ol şu tekshirishning ichiga kirdik, hammamizni bir uyga yig'di. U yerda iqomati yo'qlarga bajaldıki. Bir qancha bolaninki boj to'laydigan pul yo'qka. U yerda yani yenimda bor pulni u bolalarga to'lab berdim. U bolalarmi keyin mush Turkiyaga kelgandan keyin izlab so'rab degandek berdi o pulni. Alloh razı olsun. Şuna kızımni chiqarib etdi, meni ep qoldi bu yerda. Qizimning pasportini berdi, meni ep qoldi. Şuna kızım o'tib ketdi, o tarafda turdim, men bu yoqda turma. Men dedim ki kızımga, men yaşlanıp qaldim bolam. Sen bo'lsangmi techaman. Turkiyaga berib olam. Deb tursam shuni bilan Allohning rahmati bilan mening pasportimni berdi bir aeroplan uçadigan 10 minut qolgan vaqt. Shuni olib yugurib degandek
Aeroplanға chiqsaq, heliq Aysa degan o'tirdi aeroplanda. Hayron qopdim. Voy, abiyam nədiniz desem, birga kirgan to'q birdamda yo'qolib ketdingiz deb ashta desem, voy, tutib ekan, shuni olib men teshik chiqatdim. Deydi. Qanday kirdingiz hamsa desem, shu teshik chiqaysam soqchilar aka, shuni amal yo'q, yeni kirdim deydi. Bunda qo'rqdigan odam menga biletimni olib bersangiz deb yig'lamasangiz bo'lmamdi hamsa ukam. Agarchanda ashta kirmay qo'rqib, u yoq bu yoqqa ketib qolib yukinib yurgan bo'lsangiz, mening $560 bekor ketarkan to'xta deb ashta desam, nima deydi endi? Voy, mening jinim muyum, pul muyummi, jon muyummi deydi. Bo'pti ukam hamsa. Deb ashta dedim. Ashundaq bir qiziqarli bir ish bo'lgan. Bu bir Aysanın bir hikayesi. Hammadan bek hayron qolganim, bu balaga eng oxirgi qatim shu telefon qilganda bermayman deb gapni aniq degandan keyin men dedimki, men hargiz rozi emas buningga. U mening qon terim, bala qizim ikkimizning haqqi. U Turkiyada xil men degan kishilarmi bir ish qilmagan, yoshimga tasgan. Sen aşını bilip durup aşpını bəməymen degan gapni ağzından çıxardın. Men ikkili dünyada razı emas. Qiyamətdə Allah'ın aldığı bağanda senden sorayman. Dep aşındaq gap qaldırıp qoysam, aşı gepimgin pisan qılmadı o bala.